O'zbekistonga ketaman, qaysi aviakompaniya yaxshi desanglar, men sizlarga sraz aytaman. Birinchi uchuvchi qoyillar, ikkinchida qo'noqlar taklif qilgan bo'lardim. Hozirgi mahalda aviabilet narxlari qimmat bo'lganligi uchun aka-ukalarimiz arzon bilet istaydi va mashinalarga tushib qoladi. Shuning uchun iltimos qilaman, shu videoda yaqininglarga jo'natib qo'yinglar va akalar, sizlar hech narsa emas. Like bosib qo'ying. Bu likelar ko'proq insonga tarqalish uchun foyda. Qanaqadir pul bermaydi, hijolat olmaydi. Mashinalarga aldanishini oldini olamiz va shu aviabilet narxlari hozirgi kunda realniy narxda kunlik 15 ming, 16 minglik, ba'zida srochniy ketadigan akalarimiz 11 minglik ham biletlar chiqyapti. Telegram kanal opsiyaning kommentariyada obuna bo'lib qo'yinglar. Har doim sizlar bilan Hayot Bahmedov kanalida bismillah deb videoni boshladik. Biz konkursimiz davom etyapti. Metro BG va Metro Sholkskidan kimlarga bilet olayotgan bo'lsa, ikkita 17 Pro Max akalar ko'rib turganlaringizda videoda 100 ming pul yutish imkoniyati sizlarning qo'lingizda. Kimlarga bilet olsa, ism, familiya, telefon nomerini yozib qo'yadi. Xudo xohlasa 31-dekabr kuni Metro Sholkski, Metro BGdan kim bilet xarid qilayotgan bo'lsa, onlayn, offlayn farqi yo'q. Nasib bo'lsa shu ichidan tanlab, ya'ni tanlab deganim qanday, ichidan shuni olamizda yutgan insonlarga hadyalarni beramiz. Shuning uchun O'zbek Motordan uzoqlashmanglar. Sizlarga eng tinchroq va arzonroq aviakompaniya hozirgi paytda O'zbekiston havo yo'llari bo'lyapti. Aeroport Vnukodan o'qiymiz va ikkinchisi aeroport Domodedodan Qo'noqshat va uchinchisi Uralsk aviakompaniya Zhukovskidan o'qib beramiz. Andijonliklar bormi? Bugun Andijonga eng arzon narxlarda o'qiymiz. Toshkent 32.8 25 ming rubldan noyabrda oxirigacha akalar bir xil narx. Dekabrga 26.500 rubldan. Dekabrga ketaman deyotganlar hozirdan bilet topib qo'yishingiz mumkin. 32.8 bundan ham arzoni kerak desanglar 24.500 rubldan Domodedodan bor. Telefon qilsanglar qilib beramiz. Andijon 21-28 noyabrgacha 23 ming rubldan 23.8 Andijonga reyslar bor akalar. Ko'ngil to'q qilib behijolat telefon qilinaveradi. Dekabr oyi 25.500 rubldan, Farg'ona 21-29gacha 21 ming rubl, dekabrga 25 ming 27 ming rublgacha. Namangan 21-30gacha 22 ming rubl, noyabrga dekabrga 25 ming rubldan. Samarqandlik akalarim bo'lsa 22-29 noyabrgacha 24.700 rubldan 27.400 rublgacha tashkil qilyapti. Dekabr oyi 30.900 rubl. Jicha qimmat. Endi bilasizlar-ku, Samarqandlar boyligini bilyapti shekilli. Dekabr oyiga 35 ming rubl chiqyapti qarshi akalar. Cho'ta narxlar tepalashib ketyapti. Termiz 32 ming rubldan noyabr oyiga, dekabr oyiga 31 ming rubl. Navoiylik akalarim bo'lsa, Navoiyga o'qimaysanmi Hayotbek uka deydilar. Mana bugun Navoiyga ham bilet narxlarini yozib berishibdi. 31 ming rubldan noyabr oyiga, dekabr oyiga 27.500 rubldan bor ekan. Buxorolik akalarim bo'lsa, Buxoroga 21 dan boshlab 30 noyabrgacha 25.500 dan 28 ming rublgacha O'zbekiston havo yo'llari 23.8 akalarim. Dekabr oyiga 27.500 dan 31 ming rublgacha. Urganch 21-28gacha 25 ming rubldan 27 ming rublgacha. Dekabr oyiga bir xil narx turibdi. Hozircha 31 ming. Dekabrga o'tganimizdan keyin narxlar o'zgarsa, sira-sira o'qib beraman. Shuning uchun akalar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. O'zingizlar fikringlar yozib turinglar. Ukam, buni aviakompaniya yo'q, bizga mo kerak deb chistolar bilan yozib qo'ysanglar, keyingi videoda men ham qiynalmaslar. Xohlayotgan aviakompaniya, xohlayotgan chistozni o'qib berishga harakat qilaman. Nukus va nihoyat O'zbekiston havo yo'llarining oxirgi spiskasi Nukus 25-dan 27-gacha 31 ming rubl. Shu bular faqat 31 da ushlashib olish shekilli aviakompaniyachilar. Dekabr oyi 28 mingdan 31 ming rublgacha bo'layotgan. Hozir o'qiganim O'zbekiston havo yo'llari faqatgina Toshkent 32.8, qolgan hammasiga 23.8 havo yo'llari bo'ldi. Agar дополнительный bagaj nech pul, Hayotbek qayerdan sotib olamiz desanglar, aeroportda o'zidan sotib olishingiz mumkin. Hozir paytda 2800 rubldan 4500 rublgacha bo'layapti. Kursga qarab bagaj narxlari o'zgaraveradi. Agar rushni o'zida 1 kilo 2 kilo bo'lsa, salom-aligini qilib qo'ysanglar, hech qanday pul to'lamasdan o'tkazsanglar bo'laveradi. Chunki bu holatlarni ko'rib turibman. Domodedodan Qo'noqshat, akalar Qo'noqshatga uchmoqchi bo'layotganlar uchun, bilasizlar, O'zbekiston havo yo'llarining ukasi bo'ladi. Uka, O'zbekistonga ketaman, qaysi aviakompaniya yaxshi desanglar, men sizlarga sraz aytaman. Birinchi uchuvchi havo yo'llari, ikkinchida Qo'noqshat taklif qilgan bo'lardim. Toshkent 22-dan 30 noyabrga 22.500 rubl. Domodedo dekabr oyi 21 mingdan 24.400 rubl. Farg'ona 21-28gacha 24.300 rubl. Dekabr oyi 24.300 dan 28 ming rublgacha. Samarqand 23-dan 30 noyabrgacha 24.200 rubl. Dekabr oyi 26.200 rubl ekan. Xo'p, Domodedodan Termiz bor ekan. Pastki havo yo'llari bilan bir xil ekan narxi. 22-dan 29 noyabrgacha 30.200 rubl. Dekabr oyiga 36 ming rubl ekan. Kelar jicha qimmatroq ekan. Dekabr oyiga havo yo'llari Termiz 31 ming chiqyapti, bu 36 ming chiqyapti.
narxlarni bir qator ko'rsanglar bo'laveradi. Shuning uchun videoda o'tkazmay ko'ringlar deyman. Oxirgisi iloji yo'q, so'kishimga yo'q, qarg'ashimga yo'q. Ishoninglar, Jukovskidan faqat Uralskiy uchadi. Shuning uchun borini ochiq-oydin sizlarga o'qib beraman. Ural qaysi tarafi yaxshi? Pul talablama, bilet narxi arzon. Qolgan aviakompaniya bugungi spiskada 5000, 7000, 8000 gacha arzon. Lekin rushnoy bilan bagajga e'tiborliroq bo'lsanglar, shu variant ham yaxshi. To'g'ri, endi balki ketayotgan insonga to'g'risini aytaman, men uchun, endi bilmadim qolganlar uchun qanaqa, 500 so'm ham men uchun katta pul deb hisoblayman. Chunki men ketyapman O'zbekistonga, shuning uchun ekonom variant uchun hozir o'qib beraman. Faqat rushnoy bilan bagajga e'tiborliroq bo'lasizlar. Borganda taroziga qo'yib, uyingizda tarozi boshqa, aeroportdagi tarozilar boshqa. Rushnoylarni savatchalarga solib, chiroyli qilib qichaq qilib olsanglar, grammlarigacha akalar, shuni inobatga olib qo'yasizlar. Urganch 22-dan 30-gacha 24 ming. Bu yaxshi variant. Dekabr oyiga 23 mingdan 24.500 rublgacha. Qarshi mana 22 ming rubldan turibdi. 21-26 noyabrgacha. Bu yerda Qarshi nech pul turibdi? 32 ming turibdi. Уже raznisasi 10 ming farq qilyapti. To'g'risi hamda dekabr oyiga 24.600 dan 29.700 rublgacha. Samarqand, mana Samarqand ham xuddi shu. 22.700 rubl Uralda turibdi. Havo yo'llarida nech pul turibdi? Tak. 27.400 turibdi havo yo'llarida. Qonor shart aviakompaniyasi chicha raznisasi bor ekan, shunda ham 2000 rubl, 24.200. Hisob kitob qilsanglar, bu plyus-minus 30-40 dollar cho'ntagiga ekonom. Dekabr oyiga 25.700 dan 30.000 rublgacha ekan. Namangan, pasti bir xil ekan. Namangan, Farg'ona, Andijonni havo yo'llaridan olsanglar bo'laveradi. Toshkentda ham daj akalar. Namanganga 22.000 rubl bo'layapti ekan. Noyabr oyiga, dekabr oyiga 23.400 rubldan 27.600 rublgacha. Farg'ona 22.000 rubl bo'layapti ekan. Noyabr oyiga, dekabr oyiga 23.700 dan 25.000 rublgacha. Toshkent 21 dan 24-gacha 10 kilo rushnoy, 23 kilo bagaj, 10 kilo rushnoy. 20.300 rubldan Toshkent bor ekan. Dekabr oyiga 23.400 rubl bo'layapti ekan. Ya'ni bagajsiz ketamiz. Rushnoy 8 kilo yetadimi endi keyingi kechagim bor desanglar. O'zbekiston havo yo'llari birinchi o'chirda yaxshi variant. 5000 6000 srazi minus bo'ladi. Ular shunaqa gaplar akalar, bugungi spiskamiz hozircha shu. Agar uka davomiy bo'lsin desanglar, mana shu videoga maksimal darajada like bosishni bilmayotganlar, yaqiningizga shu skaplik turib videomizni bunday silkasini olib tashlab qo'ysanglar ham bo'laveradi. Agar like bosadiganlar bo'lsa, o'ta mo'tabar akalar, duo qilamiz. Alloh rozi bo'lsin, sizlardan har doim Ahmedov. O'zbek migratordan uzoqlashmanglar. Agar sizlar aeroport taksi xizmati kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilasiz. O'zim radnoy ekan, 24 ga xizmatda. Sog' bo'linglar. Aytgancha, konkurs testdan chiqarib qo'ymaymiz. Aka, ikkita telefon 100 ming pul.